Talabalar Toshkentda 100 ming so'mga qanday dam oladi? Ketdik. 100 ming so'm puli bor odam albatta metroga tushadi va 100 ming so'mda maydalash uchun men odamlardan mayda izladim va bir tog'a menga 2 ta elliktalikka berdi. Keyin uni 5 mingtalikka almashtirdim. 5 mingtalikni apparatga tiqib 3 ming so'mga bilet oldik. Bizda qoladi 97 ming so'm. Ketdik metroga. Metroda men o'zimni kursdoshlarim ham uchratib oldim. Ular bilan esdalik rasmga tushdim. Metro deyarli 8 daqiqada oldimga yetib keldi. Metro taksi va ichki arsiga kirdim. Metroga tushmaganimga ham roppa-rosa bir sutka bo'ldi. Ertalabdan metrodan chiqdim, qorin ochdi. Opaxondan bir dona suvni oldim 5 ming so'mga, minus 5 ming va hot-dog yegim keldi. Hot-dogni Korolevskiysiga pulim yetmasdan standartdan 18 mingga oldim. Hot-dogni iste'mol qilib, kallam ishlab ketdi va bir dona g'oya keldi. Dam olish uchun kredit olamiz. O'zimizga kreditni olib, mashinani arendaga oldik va Toshkentning eng qimmat restorani Novikov